Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bugun 10-oyning 31-kuni. Hozir dunyoning eng yangi vaziyati bo'lsa, butun dunyo Amerika davlatining tashqi ishlar bosh ministri Pompeo apandining endi Tinch okean rayonlaridagi harakatlariga qiziqib diqqat qildigan bo'lib qoldi. Pompeo apandim oldingi haftada bayonot e'lon qilib, endi Tinch okean rayonlaridagi Maldives, Hindiston, Sri Lanka va Indoneziya qatorliq davlatlarga ziyorat qildiganligini bildirgan edi. Lekin Vyetnamga ziyorat qildiganligini demabdi ekan. 10-oyning 28-kuni Vyetnam davlatining tashqi ishlar ministri tuyuqsiz jiddiy bayonot e'lon qilib, Amerika davlatining tashqi ishlar bosh ministri Pompeo apandim at o'gundan boshlab Vyetnam davlatida 2 kunlik ziyoratda bo'ladi deb bayonot e'lon qildi. Nima uchun Pompeo apandim tuyuqsiz Vyetnamda ziyorat qildigan bo'lib qoldi? Zodi qandaq jiddiy masala bor? Buning ustiga Amerikada saylan bo'lish oldida Pompeo apandim Vyetnamga berib nima ish qildi degan masalaga kelsak, hozir Amerikada jiddiy saylan masalasi elib berilyapti. Pompeo apandimning jiddiy bu xizmatlarni qilishi Prezident Trump hukumatining tashqi ishlar xizmatining natijasi, Prezident Trump apandimning prezidentlikka qayta saylanishga zo'r foydasi bor ekan. Yana bir jihatdan bo'lsa, Amerika davlati Hind okean rayonlaridagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytirib, texmi mustahkamlab, Amerika davlatida saylan bo'layotgan mezgilda Xitoy davlatining to'polondan to'qash o'g'irlab, Janubiy Osiyo qit'asida jiddiylik paydo qilishining oldini oladi ekan. Mike Pompeo apandim birinchi qadamda Hindiston davlatiga berib ziyorat qilib, harbiy ishlar kelishimiga imzo etibdi. Bunda aytganda, Hindiston davlati Amerikaning harbiy ishlarga munosabatlik istixborot uchurlarni Hindiston davlatiga yetkazib turish va o'zaro harbiy uchurlarga munosabatlik muhim istixborotlar bilan o'zaro yaxshi hamkorlashish. Hindiston davlati Amerika tomonidan qabul qilgan muhim harbiy ishlarga munosabatlik uchurlar Hindiston armiyasining kurashchi aeroplanlari boshqarilgan bombalarininki to'g'ri nishonda Xitoy armiyasining harbiy aslalariga nishonliq zarba berish iqtidori necha hassa o'rlaydi ekan. Pompeo apandim ikkinchi qadamda strategik o'rni intayin muhim bo'lgan Hind okeanining o'rtasidagi orol davlat Maldivesda ziyoratda bo'ldi. Hamda Amerika davlati Maldivesda Amerikaning elchixonasini qurish kelishimlarini ilib beribdi. Bundan boshqa Xitoy davlati Sri Lankada kichik davlatlarni qarzga bo'g'ib qo'yib, hadisa Sri Lankada kichik davlatlarga besim ishlatib, endi Tinch okean rayonlaridagi kichik davlatlarning Xitoy davlat tarafidan tahdid bo'lishining oldini olish, ya'ni bu rayonlardagi Xitoy davlatining ta'sirini yo'q qilishgan. Uningdan boshqa Pompeo apandim Indoneziya davlatini ziyorat qildi. Indoneziya davlati islom diniga e'tiqod qiladigan cho'ng davlat bo'lib, Pompeo apandim Indoneziyaning kuchli bo'lgan bir islom tashkilotining yig'in munbirida Xitoy davlatiga qarshi hujum xarakteridagi nutq so'zlab, nutqida Xitoy hukumati hozir islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'ur xalqi ustidan ilib berayotgan inson qilpidan chiqqan zo'ravonlik harakatini va Uyg'urlarning islom dinini dafsanda qilayotgan, islom diniga e'tiqod qiladigan Uyg'ur xalqini xoni vayron qilib bo'lgan Xitoy hukumati Uyg'urlarga inson qabul qilolmaydigan siyosatni yurgizayotganligini tafsila tushuntirib o'tgan. Uningdan keyin Pompeo apandim Vyetnamga qarab safar qilgan. Pompeo apandim nima uchun Vyetnamga tuyuqsiz bordi deganda, Vyetnam davlatining tashqi ishlar organi e'lon qilgan bayonotning mazmunida Vyetnam davlati bilan Amerika davlati bundan keyingi ikki davlat munosabatini texnik kuchaytirish hamda Vyetnam davlati Amerika davlati bilan bo'lgan normal diplomatlik munosabatining 25 yillik xotir kunini xotirlash yig'iniga taklif qilgan ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Vyetnam davlatining bayonot mazmunini oldin ola e'lon qismi bo'ladigan bayonot deb qaraydi ekan. Lekin Pompeo apandimning Vyetnamga tuyuqsiz taklif qilishi xeyli uzundan beri Vyetnam davlati bilan Amerika davlati cho'qim bir muhim ish to'g'risida suhbat qilayotgan deb qaraydi ekan. Demak, u suhbatning natijalik bo'lgan shapsi bo'lganligi uchun Vyetnam davlatining taklif qilishi bilan Pompeo apandim bu yaxshi natijani Vyetnamdan og'ini bo'lgan deb qaraydi ekan. U yaxshi natija nima deganda, xuddi Pompeo apandim Hindistonga berib
Harbiy ishlar kelishimga imzo qilgan o'xshash. Kuzatuvchilarning faraz qilishicha, Amerika davlati bilan Vyetnam davlati harbiy kelishim hosil qilgan deb qaraydi ekan. U qanday harbiy kelishim deganda, Amerika davlati Vyetnamning Jinglanvan harbiy porti, inglizcha Cam Ranh Bay deydi ekan. Amerika davlati Vyetnamning bu Jinglanvan harbiy portini ijara oladi ekan. Vyetnamning bu Jinglanvan harbiy porti intayin o'zgacha bo'lib, Amerika dengiz armiyasi uchun intayin yaxshi bir harbiy baza bo'ladi ekan. Bu Jinglanvan porti cho'nqur suv porti bo'lib, Amerika dengiz armiyasining aviamatka kemalari bu portda uzun muddatlik to'xtab tura oladi ekan. Mushu portning o'ziga keraklik aslahalarni to'liqlab tura oladi ekan. Vyetnam davlati Xitoyning tahdididan qo'rqmay, bu cho'nqur suv portini Amerika davlatiga ijaraga beribdi. Amerika dengiz armiyasi Jinglanvan portini harbiy baza qilsa, Xitoy Janubiy dengiz rayonining o'rtasida Amerika dengiz armiyasi mavjud bo'lib, Xitoyning Janubiy dengizda barpo qilgan harbiy orollari tahdid ostida qoladi ekan. Vyetnam davlati bultur aqtashliq harbiy bayonot e'lon qilib, Vyetnam davlati boshqa davlatlarning harbiy ishlari bilan hamkorlik o'rnatadi deb e'lon qilgan ekan. Vyetnam davlatining bu bayonoti bir jihatdan Xitoy davlatining tahdidiga taqobil turish bo'lsa, yana bir jihatdan Amerika davlatiga Jinglanvan portini ijara berishni maqsad qiladi ekan. Vyetnam davlati Amerika bilan diplomat munosabatni normallashtirgandan keyin 2009-yildan boshlab Vyetnamning har qanday dengiz portlarga Amerika davlatining harbiy paraxodlari to'xtasa bo'ladi deb ruxsat bergan ekan. Bu yil yazdimi Amerika davlatining Roosevelt ismidagi aviamatka paraxodi Vyetnamda to'xtagan ekan. Amerika davlatining dengiz armiyasi uchun Vyetnamda muqim bo'lgan bir dengiz harbiy portining bo'lishi Amerika davlatining harbiy strategiya uchun intayin foydali ekan. Vyetnamning Jinglanvan porti bo'lsa, tarixdan tortib muhim harbiy porti bo'lib davom qilgan ekan. Tinch okean dengiz urushi portlagan mezgilda Yaponiya davlati Xitoyga besib kirish bilan birga Vyetnamning bu Jinglanvan portini tatib olib, Yapon dengiz armiyasining harbiy bazasi qilib ishlatgan ekan. Shu chog'dan boshlab Amerika dengiz armiyasiga besim bo'lish vaziyati shakllangan ekan. Hamda Amerika davlatining Sharqiy Janubiy Osiyo qit'asidagi manfaatiga og'ir ta'sir ko'rsatgan ekan. Shuning bilan Amerika davlati Yapon davlatini neft bilan ta'minlashni to'xtatgan ekan. Shuning bilan Yaponiya davlati tuyuqsiz Amerika davlatiga hujum qilib, Amerika-Yaponiya o'rtasida Tinch okean urushi portlagan ekan. Ikkinchi dunyo urushi tugagandan keyin Amerika davlati Vyetnamning Jinglanvan portini bir mezgil ishlatib, Vyetnam urushida cho'ng rol o'ynagan ekan. Amerika-Vyetnam urushi oxirlashib, Amerikaning dengiz armiyasi bu Jinglanvan portidan chekinib ketgan ekan. Undan keyin so'g'oq urush mezgilida Sovet ittifoqining dengiz armiyasi mushu portda uzun mezgil mavjud bo'lib turgan ekan. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin mazkur portdagi Sovet dengiz armiyasi chekinib ketgan ekan. Yaqindan buyon Rossiya davlati Vyetnamning Jinglanvan portini qaytadan ijara olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Vyetnam hukumati rad qilib, bu portni Amerika davlatiga ijara berishni qaror qildi. Vyetnam davlati bu Jinglanvan dengiz portini nima uchun Amerikaga ijara berdi degan vaqtida, chunki Vyetnam davlati bilan Amerika davlatining manfaati bir. O'xshashla Xitoy davlatining zo'mgarligi va uning mutahamligiga taqobil turish. Yillardan beri Xitoy davlatining dengiz armiyasi Vyetnam davlatining dengiz tavalligiga kelib, zo'mgar shaklda Vyetnam baliqchilarini tutib ketish, Vyetnam baliqchilarining kemalarini urib cho'ktirib etish Vyetnam davlatiga og'ir tahdid ko'rsatgan ekan. Vyetnam baliqchilari Vyetnamga tava bo'lgan Shisa taqim orollari atrofida baliq tutish ishlari bilan shug'ullanganda, Xitoy davlatining dengiz armiyasi xohlagancha bo'zaq qilish, xohlagancha tutib ketish, xohlagancha kemalarni cho'ktirib etish ishlarimi ko'p yuz bergan ekan. Uning ustiga Xitoy davlati Janubiy dengiz rayonlarida 6-7 harbiy orollarni mavjud qilib, Vyetnam davlatiga og'ir tahdid ko'rsatgan ekan. Shunga Xitoy davlati Vyetnamning birinchi nomerliq dushmani bo'lib, Vyetnam davlati Xitoyga taqobil turish quvvati yetmaganlikdan eng aqlonli chorini o'ylab chiqib, strategik o'rni eng muhim bo'lgan Jinglanvan dengiz portini Amerika dengiz armiyasiga ijara berishning o'zi eng yaxshi tanlashgan.
Hozir Amerika bilan Vyetnam davlatining munosabati eng yaxshi vaziyatda turib yotibdi. Bulupmu Amerika davlati bilan Xitoy davlatining o'rtasida savdo urush portlagandan keyin Vyetnam davlati Amerikaning nurg'unlagan yaxshi imtiyozlarga erishibdi. Amerika davlatining nurg'unlagan shirkat korxonalari Vyetnam davlatiga ko'chib kelib, hozir Amerika davlatida setilayotgan nurg'un mahsulotlarning ishlab chiqqan yeri bo'lsa Vyetnam davlati bo'pti. Ya'ni Madin Vyetnam degan gap. Hozir Amerika bilan Vyetnamning o'rtasidagi iqtisodiy ittifoqdosh, harbiy ittifoqdosh yuqori suratda kuchayib, yaxshi vaziyat shakllanibdi. Yaqinda Xitoyda ochilgan 5-navbatlik yig'inida davlat iqtisodini, xalq turmushini yaxshilash masalasi tilga faqat ilinmay, qanday qilganda davlat harbiy kuchini kuchaytirish, qanday qilganda chet el kuchlariga taqobil turish to'g'risida yig'in ochibdi. Hamda Xi Jinping bir umr podshoh bo'lish uchun Xitoy davlatini bir milliy tarix davlatiga aylantirib, Xitoy davlatini urushga so'rab kirdi ekan. Agar urushga so'rab kiramasa, Xi Jinpingning huquqi mustahkam bo'la olmaydi ekan. Xi Jinpingning yana bir xiyoli bo'lsa, 2027-yili Xitoy ozodlik armiyasi qurilganligining 100 yilligida Xitoy davlatining armiyasi har qanday kuchga taqobil to'ra oladigan, urushda yengilmaydigan kuchlik harbiy davlatiga aylantirmoqchi ekan. Bu qitim Pompeo efendimning Vyetnamga kelishi haqiqiy bir amaliy natijaga erishib, Amerika tashqi ishlar xizmatida yaxshi bir natija bilan Prezident Trump efendimning prezidentlikka qayta saylanish uchun yaxshi bir dasmi barpo qilishgan. Yana bir jihatdan bo'lsa, Xitoy davlatini harbiy jihatda qattiq qamal qilib, harbiy jihatda Xitoy davlatiga yuqori besim ishlatishni maqsad qiladi ekan. Yana bunda aytganda, Xi Jinpingning Janubiy dengiz rayonlarida o'ynayotgan shaxmat taxtasini chugib tashlab yetir ekan. Qisqacha xabarimiz mishagich bo'ldi. Hammanglarning qimmatli vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.